Harman yaxshimizlar, bugungi joyimiz Xudo xohlasa Sputnikda bo'ladi. Hozir bir qator tanishtiramiz. Bu videoni uy joy nomida tashab qo'ysangiz bo'ladi. Baholar bilan adreslarni videoni oxirida tushuntirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerlardan bog' bo'lyapti. Bu joyimiz yana 6 sotik, dokumentlaridan muammo yo'q dedi. Xudo xohlasa joyimiz bakovat deb solingan. Banda bir, yana bu yerda bir xona. 3 xonadan iborat ko'chaga qaragan. Hozir ishlarni bir qator ko'rsatamiz. Dalonimiz bo'ladi. Dalonimiz birinchi xona, 6 sotik, 6 xonadan iborat. Dalonimiz 14 ta 5 metr bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Suvlari gap tutdinglar. Yoniga ko'rsatamiz. Bu ham ayvonimiz 9,5 ga 5 metr bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Uzun katta baland deb solingan joylar. Yana bir xonamiz. Bu ayvondan keyin ikkinchi xona bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu 7 ga 5 xona. Bu xonadan ikkisi bor. Yuqorilarni ko'rib tursalar, og'och emas, turba tashlangan, shivillar bo'lgan, bakovat deb solingan. Joyimizning eng qizig'i ham yeri pishgan karavich, keyin ham yeri shivillar bilan olmatur, turba tashlangan, og'ochlar yo'q. Bakovat deb solingan ekan o'zlari. Bu 7 ga 5 xona, katta, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi xonani ko'rsatamiz hozir. 5-xonamiz ham katta. Bu joylarning hammasi katta, baland deb solingan, ko'rsa remontlar ham yomon emas. Agar mebellarni kelishsangizlar tashlab ketadi, kelishmasanglar o'zlari bilan olib ketadi. Hozir keyingi xonani ko'rsatamiz. Keyingi xonamiz 6 bo'ladi. Mana vaqtinchalik qishki oshxona qilgan ekanlar. Bu ham katta yana. Ko'rishingiz mumkin. Hozir charoqlarni ko'rsatamiz. Dokumentlardan muammo yo'q dedi. Charoqlar ham katta deb solingan, molxonasi bor, oshxonasi, bonisi bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Adresimizga kelsak, adresimiz Sputnik o'rta ko'cha bo'ladi. Bir o'rta ko'chada Beeline ishini ko'rib tursalar, ichida joyimiz bor. Do'stlik mahallasi, Paxtakor 17 bo'ladi. Uyimiz esa ichida chap qo'lda birinchi ko'cha bo'ladi. Joyimizni bahosiga kelsak, bahosi 75 ming dollar aytib turibdi. Albatta, aytilgan baho sotilmaydi. Gap ko'rasizlar bemalol o'zlaringiz. Joyimizdan suv, svet, gazdan muammo yo'q. Hammasi bor deydi. Maktab ham yaqin, Hamza maktab yaqin bo'ladi bu. Baholari agar pulingiz yetmay qolsa, yordamlashadi o'zlari. Mashinalaringiz bo'lsa, mashina barter bo'lishi mumkin, yetmagandan. Kanaldan uzoqlashmang, sizlar uchun xizmatdamiz. Reklama bo'lsa aytaverasiz, xudo xolasa.